Men bekordan bekorga Sardor kafesi to'g'ri variant demayman. Okajonim nimalarni olyapsiz? Lo'mbalagan, porsulagan do'lmalarni bitta ko'ring. Mana do'lmalarni qarang. Pol fabrikat. Voy. Bu yeyishdan boshqa narsaga yaramaydi. Do'lmalarimiz nima deyapti? Agar chiroyli, mazali bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar. O'zi yeganlar biladi. Yemaganlar uchun men hozir do'lmamizni bitta porsiyasini ko'rsataman. Okajonim, shuni olib beribsiz. Qarang. Bitta porsiya do'lmamizda 3 dona do'lma. Ani, bismillah. 3 dona do'lma, kartoshka free bo'ladi, bir 150 gramm yaqin mana shunaqa. Podlivkasi bo'ladi. Yozgi kunlarda bormi? Yog'siz ovqat bu ham. Kartoshka free yeyman deysiz, kartoshka free bo'lmasa do'lma mana. Yog'sizgina qiymaga bo'ladi. Juda ham mazali va juda ham shirin. Kelib yeb olish maslahat beraman. Hozirgi kunda yangi yo'l bo'ylab dastavkamizda faqatgina Orient yoki Star taksi bo'yicha jo'natyapmiz. Xudo xolasa tez orada zo'r yengillik qilishga harakat qilyapmiz hozir. Yo'nalish qana reja asosida ketyapti. Hammalarni Sardor kafesiga taklif qilaman. 7 dan 22:00 gacha bizda hamma ovqat bor. Kuksi deysizlarmi, shashli deysizlarmi, do'lmalar, galupsiya asortilar, suyuq, quyuq. Xullas, o'ylagan barcha ovqatingiz Sardor kafesida bor. Bizga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Biz sizlarga ovqatlarimizni qo'limizdan kelgancha ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Like bosishdan chiqmasin. Bizning mehnatimizni shunda qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz.